shahri. Erkçaqlarning qimmatli kitobini izlashga ketayotgan Xaybov atirti Raqam shahriga yetib keldi. O'ylamagan yerdan Cho'cho bilan yo'g'on eg'iz ulardan bir qadam burun bu yerga yetib kelib oldi. Boshliq kaptimiz. Xaybov atirtilarning texnik bo'lmagan vaqtidan foydalanib ularga tozaq qurib, undan ularni biratla qo'lga tushiraylik. Boshliq amsa tezroq o'rak qo'layli. Yana o'rak olamda. O kalva. Bundan yaxshiroq amaldan birni o'rak olamamda. Bilishgan aka, sevimli qo'sh. Sizlarning Raqam shahriga kelganinglarni qarshi olamiz. Raqam shahriga kirmoqchi bo'lsanglar, bir kunukisini, kirmasanglar, ikki kunukisini bersanglar. Bu zodi qaya? Bu yaxshilarning 3-chi qatimliq sinoqdan o'tishinglarga mas'ul kishi qo'shilma qo'y. Sen kim? Ma. Sinoq? Buning biz bilan nima munosabati? Raqam shahriga kirgan har bir kishi cho'qim 3 qatimliq sinoqdan o'tib zarur bo'lgan bayroqni elishi kerak. Shundala u bu shaharda erkin yura oladi. Sinoqdan o'tolmagan kishi bu yerda davomli sanaladi. Sanaladi? Qanday sanaladi? Men nima deb sening gapingni anglag'idakman. Sinoqni qabul qilishni xohlamagan kishimi o'xshashli bu yerda qilib sirliq o'rnidan chiqib keta olmaydi. Boshliq, bu uning ko'kamini qilgan emasmi? Bu kichikini qo'ytaga bizni sinamoqchi ekan. Sen avval mening siniqimdan o't. Boshqalarga xohlagancha hujum qilmang. Bo'lmasa qo'shilma qo'yning jazolashiga uchraysiz. Tövəndə birinci qatimliq sınaqni boshlaymiz. Bu misolning to'g'ri javobini hisoblab chiqing. Buni men bilaman. Javobi 2. Men ya qo'y bo'lmasam, menga nima deb ko'p yigitsan? Bu xato javob berguvchiga berilgan kichikina jazo. To'g'ri javobini tepib chiqing. Kalva, shunda qadimiy misolni xato hisob qilganda qara. Uning javobi 0. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Keyingi savolga javob bering. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Aran 10 bo'ladi ekan. Yetmaydi ekan. Yo'q, qiz, sen bu barmoqlaringdan chiqar, qo'shib sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jami 16 bo'ladi ekan. Ya'ni yetmagidek. Sening nemishqa aran necha talla barmoqing bor deyman? Boshliq, buni menda ko'ngli bo'landi. Men amal topdim boshliq. Biz qormiz maymunini chaqirib, uni kirimi sanayli. Bu gaping o'rinliq. Bali, o'zgar. Qarmiz maymuni, kelib menga misol ishlatishpa. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti. Astajab chiqib keldi. Bir, ikki, uch, to'rt. Boshliq, yenili yetmaydi ekan. 20ni qo'ysa, zodi qancha bo'ladi g'ando? 40 bo'ladi, kalva. Javobinglar to'g'ri bo'ldi. Birinchi qatimliq sinoqdan o'tdinglar. Bu ishmas qizil bayroq bizniki. Birinchi savolimiz to'g'ri javob bergan. Lekin ikki savolga to'g'ri javob beramidim. Kishini mabda qiladigan ham kirishgan. Men qandaqsiga bundoq bo'lib qolaman. Tövəndə
ikkinchi qatimliq sınaq boshlanadi. Bu bosqich mina tozalashdan iborat xatarlik bosqich. Oldi taraf chimliqdagi mina tozalash rayonidagi katakchilarning ostiga jami 3 mina ko'milgan. Boshqa katakchilarning hammasida raqam bor. Mina tozalash rayonidan eng avval o'tib ketadigan kishi yana bir bayroqqa erisha oladi. Tövəndə bu qatimliq sınaq başlandı. Unda qanaqa mina bormikan? Nima degan qo'rqinchliq? Men bormayman. Bormayman. Acaba sening bu nesbas qayerda menga qog'in bor o'xshamadi, ha? Kalva! Biz ikki odam qatnashtirsaqla bo'ladi. Agar mag'lub bo'lsa, qolganlarimiz davomli qatnasha olamiz. Menimcha xeyli qiziqarliqda qiladi. Men birinchi bo'lib mangay. Bo'lmaydi. Men birinchi bo'lib manaman. Men mangaman. Men manaman. Men mangaman. Sen shundoq semiz tursang, sen mansang bo'lmaydi. Men degan gumpi bilaman. Bo'ldi, talashmanglar. Piti bilan Xaybo allaburun ketib bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Mina yo'q gap. Xeybo bilan ovuşumdak allaburun başlab oldi. Sen yana nimaga qarab tursan? Boshliq, qormiz maymuni borsin-ku. Qormiz maymuni. O to'q yurak to'xta. To'xta deyman, to'xta. Kalva yana nimaga ish ko'rsan? Tez bo'l deyman. Bek yaxshi bo'ldi. Mina yo'qkan. Nimaga misilda tursan? Tez bo'l, ular yetishib ol. Nadimi mina bo'lsin? Aslida mina bu yerda ekan. Hammasi sensiz qo'ydan kasobdi. Sen meni dastadikachga, men minaga dasib oldim. Bu yaramaz kalva! Ben kızıl bayrak alaladım. İkinci basqıçdan ötəligininglarni təbriklayman. Endi 3-cü basqıçqa qadam qoyamiz. Üçüncü basqıç talışıp cavab beriladi. Üstəldəki konupkini kim eng avval bassa, shu avval cavab beradi. To'g'ri javob beralsa, bu o'tgandan o'tgan bo'ladi. Savolga quloq solinglar. Daraxtda 4 dona qush bo'lib, ovchi miltiq bilan birini etib tushirgan bo'lsa, daraxtda yana necha dona qush qoladi? Ha? Bu shundoq oddiy savolkan-ku. Albatta 3 dona qush qoladi-da, ha? Boshliq ketdi. Cavabınız xata. Talışıp cevap versenglar bo'ladi. Eng oxirida daraxtda birmi qush qolmaydi. Cavabınız to'g'ri bo'ldi. Bu o'tgandan o'tganinglarni tabriklayman. 3 dona qush qoladi deb hech kim menigina xato deysan. Daraxtda qolgan qushlar miltiq ovadidan qo'rqib uchib ketmamdi. Rahmat sana qo'shilmoq qo'y. O'tgandan o'tganlar 3 tal qizil bayroqni apirib terakka qistirib qo'yib, yo'l yurish taqsimini olsanglar, raqam shahrini qangacha ko'zdan kechira olasizlar. Yaxshi bo'ldi, biz o'tgandan o'talik. Oxiri chiqib ketalaydigan bo'ldik. Qursug'imdek ichib ketdi. Bu shaharda qandoq yaxshi yemeklar borki. Sen ishni bilamsan? Dinozavrchaq, tez berib bu bayroqni terakka qistirib qo'y. Bo'ladi, menga topshiriq. Qarmoqmay bilan tarmalash gumpani ish qilsal. Ay! Qarmoq oyoqchalari bilan hujum qilib. Dinozavrchaq! Ammening mol-mulkini buzganlarga Sherlik ordining qarang'i o'ngirga tashlash jazosi berildi. Bu eski sistema ajab qoltishkina. O'tiq mina bilan portlatib etdi. U askarlar. Boshqalarni
Uşaqlarni tillab haqorat qilganlarga sirliq o'rnining qarang'i o'ngirga tashlash jazosi berildi. Yo'l yurish taqiqiga erishganliklaringlarni tabriklayman. Ko'pchilikning raqam shahrimizda ko'ngillik o'ynashiga tilakdoshman. Sigirın beşten o yetini alsak netisi kalıdı. 3 sekundluk hesaplaş başlandı. Cami. Vaqt to'shdi, javobingiz xato. Keyingi savol 18 ga 19 ni qo'shsa necha bo'ladi? Cami 1, 2, 3, 4. Cami neçi baladıganda? Karımız maymunu neçi baladı? Ha? Vaqt to'shdi, javobingiz xato. Keyingi savol 15 ga 25 ni qo'shsa necha bo'ladi? Kızılar! Hemen endi hesaptamayım. Hesaptamayım.